kelinimiz arslondek dadamni bersam, mehribon onamni bersam siz yig'laysizmi? Shunday arslondek ukamni bersam yig'laysizmi? Voy asalim, bundan bag'i faqat baxt sizga. Faqat muhabbat sizga asalim. Siz qaysi duolaringizda so'radingiz? Shunaqa shirin muhabbatni. Bunaqa arslondek yigitni qaysi duolaringizda so'radingiz asalim? Bizni Allohim bittadan qiz qilib yaratgan. Bundan bag'iga ikkalamiz opa-singil bo'lib yuramiz asalim, jonim. Arslondek o'g'illar bersin, farishtadek qizlar bersin. Ilohim baxtini bersin, ilohim baxtini bersin. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. O'zbekiston telekanalida Yechimi bor tok-shousi. Hamkorimiz Oila va xotin-qizlar qo'mitasi. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz qaynopa va kelin munosabatlariga bag'ishlanadi. Muhtaram mehmonlarimiz, mutaxassislarimiz, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Bekorga biz mana bu sahnani taqdim qilmadik. Muhtaram teletomoshabinlar, sizlarga barchani xabari bor. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham shov-shuvlarga sabab bo'lgan chiqish bu post lavha. Biz aynan mana shu lavhani haqiqiy egasini, aynan o'sha postda qaynopa bo'lib shu keliniga yaxshi tilaklar bildirgan singlimiz Madinaxonni bugun studiyamizga taklif qilganmiz. Ataylab Quvadan Lolapa keldilar. Bugungi mavzuga munosabat bildirish uchun umuman bugungi mavzuga bir ibratli qaynopa sifatida taklif qilganmiz. Bugungi dasturimizga malakali ekspertlar, hurmatli xonimlar, hayot tajribasiga ega bo'lgan jamiyatdagi faollarni taklif qilganmiz. Demak, bugungi mavzu yuzasidan muhokamalarimizni boshlaymiz. Albatta biz bu mavzuni bekorga tanlamadik. Lolapa aytganimdek, nafaqat mana shu lavha, balki bugungi kunda bizni ko'rsatuvimiz nomiga bo'layotgan ko'plab murojaatlar, o'sha oilalarni mustahkamligiga achchiq bo'lsa-da haqiqat, ba'zida qaynopa, qaynisingillarni aralashuvi sabab bo'lib dars ketishi. Keling, suhbatimizni boshlab bering. Tajribali qaynona, ko'rsatuvimizning doimiy eksperti va jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan ayol sifatida. Marhamat. Marhamat. Juda ham chiroyli mavzularni olib chiqasiz. Bu hayotda o'sha tajribaga ega bo'lgan insonlarni ekspert sifatida ishtirok etishi, o'zlarini fikrlarini bildirishi bu juda ham yaxshi albatta. Lekin oilalarda ayni ana shu er-xotin, qaynona, qaynota munosabatlaridan tashqari yana uchinchi shaxs deb ataladigan insonlar bor. Bular mana shu uydan ketgan, ana chiqarib, boshqa o'zini oilasi bor, qaynagachi, qaynisingillar yoki o'sha ketish arafasida turgan qaynisingillar bo'ladi. Ko'p holatlarda biz juda ham yaxshi bilamiz, mana hozir eshitib juda ham xursand bo'ldim. Deyarli ko'p oilani qizlari mana shu hozirgi namunali qaynagachiga o'xshagan, shu oilaga baxt tilaydigan, aka-ukasini baxtini ko'radigan, ota-onasini rohatlanib mana shu kelinni qaramog'ida deymiz-da, aslida shunaqa bo'ladi-da. Mana shu qarashlariga munosabat bildiradigan ijobiy qaynagachi, qaynisingillar juda ham ko'p. Lekin shularni ichida o'sha hali aytamiz, guruch kurmaysiz bo'lmaganidek, albatta salbiy fikr bildiradigan, kelinga ola qaraydigan, ayni onasi bilan kelin o'rtasidagi munosabatlarni buzishga harakat qiladigan, nima uchun keliningizni yonini ovurasiz, nima uchun unga ish buyurmaysiz, nima uchun uni shunaqa qilasizki, bizga bunaqa muomalada bo'lasiz deydigan opalar ham topiladi-da. Mana shularga qarab turib aytgan bo'lardim, "Hey bolajonlarim, siz yetib kelgunizcha oyijoningizni kuniga shu kelin yaraydi. Siz yetib kelgunizcha shu uyni uy qilib, chiroyli sizni kutib oladigan mana shu kelin bo'ladi. Har qanday insonga yaxshi gapirsang,
faqat yaxshilik olasan degan bir naql borda. Agarda shu qaynagachi, qaynisingillar shu uyga tushgan kelinlarimi yo kinoyalariga chiroyli muomalasini qiladigan bo'lsalar, bundan keyin kinoyalar ham uni onasiga, uni o'zini kelishini mushtoqlik bilan kutadilar. Sababi ular yaxshi narsani o'rgatib ketishadi. Men o'zim agarda fikrimni oilam bilan tenglashtiradigan bo'lsam, menda ham ikkita kelin. Mana shu qizim kelgandan keyin kelinlarimga bo'ladigan meni munosabatim butunlay tubdan o'zgaradi. Qizimni bitta gapi bor. Oyjon, kelinlaringiz biram yaxshi. Bunaqa kelinlar hozir yo'q. Shu gapini o'zi aqlini tanigan, hushini tanigan, oliy ma'lumotli, har narsani ko'rgan insonga ham ijobiy ta'sir etadi. Haqiqatan ham meni kelinlarimdagi kelin yo'q ekan-da. Bu bilyapti-ku degan bir gap aytadi. Kelganingizda oyijonga shunaqa deng, uydagi kelinini yaxshi ko'rib qolsin, undan baxtli inson bo'lmaydi-da. Bu juda ham dolzarb mavzu aslida. Bu yerda o'tirgan har bitta ekspert, har bitta mehmonimiz bu fikrni tasdiqlaydi-da. Chunki qaynopa, qaynisingil bu o'sha oilani tinib tinchib ketishi uchun muhim rol o'ynaydigan qarindosh hisoblanadi. Madinaxon, o'zingiz ham ko'rib bilib turibsiz, ijtimoiy tarmoqlarda faol tarqaldi bu video va shunday savollar berishdi. O'zi kechagina siz bilan gaplashganimda buni so'rashga xijolat bo'lib turuvdim-ku, o'zingiz aytdingiz. Kun beryapman deb. Chunki xuddi shunday munosabatlar ham bo'ldi-da, kun bersangiz bo'ldi endi deb. Kun beryapsizmi? Men bitta o'sha izohlardagi bitta narsaga ozgina izoh berib o'tib ketaman. Har doim qaynisingillar, qaynopalar, ammalar faqatgina har qanaqangi marosimlarda, har qanaqangi mavzuda 90% yomon qaynopa, yomon amma rolida olib chiqiladi. Lekin tarbiya oiladan boshlanadi. Men bu tarbiyani onam bilan kelinlarining o'rtasidagi munosabatdan olganman. Meni onam bilan kelinlarining o'rtasidagi munosabatda opa-singillik munosabatidan ham qalinroq deb qaraysiz-da, ikkalasiga qaraganingizda ajratolmaysiz. Shu darajada mehribonligidan juda ham bir-birlariga o'xshab ketishgan. Ayam o'zlari bilan ham shunaqa munosabatda, juda ham yaxshi munosabatda. Keyin kelinlarga meni o'zim ham kelin bo'lganman. Birinchi turmushim buzilishiga qaramasdan, qaynopam menga hozirgacha juda mehribon. Juda ham aloqalarimiz yaxshi. Men u eshikda 5 yil o'tirgan bo'lsam, 5 yil davomida menga hech qachon bir og'iz ham yomon so'z ishlatmagan. Shuni hisobidan men ham Alloh menga shunaqa yaxshi qaynopani bersa, men kelinlarimga yaxshi qaynopa bo'la olmaymanmi degan maqsadda yaxshi qaynopa bo'lishga harakat qilib kelyapman. Sizning qaynopangizni ko'nglida yaxshi taassurot qoldirgansiz. Har qanday vaziyatda ham, sharoitda ham. Kelinlarimiz ham hozirgi kunda juda ham chaqqon, juda ham pazanda, juda ham pokiza. Onamni o'zini onasiga aytmagan sirlarini onam bilan ulashadi. Onamga aytmaganlarini men bilan ulashadi. Ukamlarga qanaqadir qaytgadir ruxsat olishmoqchi bo'lsa ham, "Opajon, siz ukangizdan ruxsat olib bering" deb mendan so'rashadi. Men demoqchi bo'lganim, har doim ham qaynopalar ming turmushidan ajrashib qaytib kelgan taqdirda ham hozir bunaqangi holatlar juda ham ko'p. Men kinolarda ko'p ko'raman bu narsani. Lekin har doim ham bunaqa bo'lavermaydi. Men iltimos qilgan bo'lardim, har doim ham qaynopalarni yomon rolda ko'rmaylik, ammalarni yomon rolda ko'rmaylik. O'z-o'zidan sizga savol Zamiraxon. Mana aytib turibdilar, nimaga faqat qaynopalar, qaynisingil yomon rolda olib chiqiladi har qanaqangi kinolarda. Mana savol egasiga yo'naldi. Haqiqatda aktrisalik tajribamda ko'p salbiy rollarim aynan qaynapa sifatida. Juda ham chiroyli mavzuni ko'taribsizlar. Nimagadir bizning jamiyatimizda shunday urf bo'lgan shekilli, qaynonalar va ikkinchi darajada qaynopalarni har doim biz qandaydir xavf sifatida qizlarimizga ko'rsatib odatlanib qolganmiz va qizlar ham hozirgi zamonga kelib qurollanib borishyapti. Avval masalan tarbiyani o'rgatishgan bo'lsa, quloq sol, boshingni egib, xo'p deb turgin deb o'rgatishgan bo'lsa, hozir qizlarni ana ko'ryapsan, mana bu qaynini bunaqa qiladi, bo'sh qo'ysang qaynapalari kelib bunaqa qiladi deb tayyor qilib ularni jangga shay qilib turmush kuzatishyapti va shuni natijasida ikkala taraf bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qolib, juda ham ko'p muammolar yuzaga kelyapti. Masalan, ko'p filmlarda, seriallarda salbiy obrazdagi qaynapalarni o'ynagan bo'lsam ham, ularni negiziga e'tibor qilsangiz, barini o'zini qandaydir muammosi bo'ladi. Shu qaynapa o'zini oilasida notinch bo'ladiki, alamini
gap o'ta oladigan yolg'iz inson mana shu keliniga qiladi. Chunki o'zini qaynonasiga qila olmaydi xarakterini, onasiga kelib baqira olmaydi yoki boshqa bir odamga so'zi o'tmaydi. Kimga so'zi o'tadi? Uni oldida majbur mum tishlab turishga, har doim boshini egib xo'p deb turishga majbur bo'lgan keliniga kelib barcha alamini, barcha zahrini sochadi. Aynan mana shu seriallar kabi hayotda ham mana shu holat juda ko'p qaytariladi. Agar ayol kishi oilasidan o'zi tinch bo'lsa, boshqa odamga yomonlik ravo ko'rmaydi hech qachon. O'zini oilasi qanday bo'lishini xohlasa, boshqani oilasini ham xuddi shunaqangi chiroyli ushlab turishga harakat qiladi. Masalan, biz ham ikkita farzandimiz, ukam bor va kelinim bor. Masalan, kelinim ham ko'rishlari mumkin yoki ularning qarindoshlari ko'rishi mumkin. Hech qachon ortiqcha gapga bormaganmiz. Masalan, ularning ko'p yillik turmushi davomida 3 ta farzandi bor. O'zaro har xil tushunmovchiliklar bo'lgan. Har doim ikkala tarafni ham tinchitishga harakat qilganman. Chunki o'rtada farzandlar bor deyman va shaxsan men hech qachon adabada qilmaganman. Har doim yumshoq bo'lishga harakat qilganman, chunki bu ularning oilasi. Ikkita odam o'rtasida nima gap bo'lganini ikkala taraf ham ikki xil aytishi mumkin. To'g'ri. Shuning uchun ularning o'rtasida bo'lmaganda qanaqa qilib ularga hozirlik qila olasiz? Imkon darajasida vaziyatni yumshatishga, har doim yaxshi tarafi hal qilishga va chiroyli kelishuvga yetkazishga harakat qilaman. Va shuncha yillar davomida ularning oilasida har xil gap bo'lsa ham hech qachon kelinim bilan ortiqcha gap bo'lmagan va kelinimni hurmat qiladigan tarafim shundaki, ba'zilar munosabatlar o'zgarsa, arazlab ketib qoladigan paytlar yoki bir narsalar bo'lsa, qaynapalarni, qaynosingillarni ham qo'shib yomonlaydigan odati bor. Yoki kelib qaynapalarga zarda qiladigan odatlari bor. Masalan, kelinlarni ham oppa farishta deyolmaymiz. Chunki ularni hozir yildan yilga tayyorlab borishyapti. Tayyor bo'lib javob berishga deb. Lekin mana shu kelinim qancha vaziyat bo'lsa ham hech qachon menga nisbatan hurmati o'zgarmagan, muomalasi o'zgarmagan. Aynan shu kelin tushirganimizdan keyin o'zbek xonadonlarida qiz dam olishi mumkin ekanligini his qildim. Sababi shuncha yillar davomida o'zbek qizlarni qanday tarbiyalashadi? Qayerga mehmonga borsangiz ham to'g'ridan-to'g'ri oshxonaga kirib ketamiz va katta dasturxonga hech qachon o'tirmaymiz. Oshxonada idish yuvib, ovqat tayyorlab yoki biron narsani ichkari katta dasturxonga uzatayotganingizda cho'qilab yeb olmasangiz, bizda uyat hisoblangan katta dasturxonga qo'shilish. Va mana kelinlik bo'lib, jiyanlik bo'lganimdan keyingina onamnikiga mehmonga borganimda o'tirishni o'rgandim. Voy opajon o'tiring, oshxonaga chiqib keting, o'tiring, qo'ying, hech narsa qilmang. Shuning uchun ham masalan men qaynapa rolidan, hayotdagi qaynapa rolidan, statusidan xursandman. Chunki ayol kishi bo'lib dam olsa ham bo'lar ekan degan narsa paydo bo'ldi. Demak, rollardagi qaynopa emassiz hayotda. Yo'q, chunki kelinim ham unaqa emas. Har doim ko'nglimga qarashga harakat qiladi. Qachon kelasiz, nima tayyorlab qo'ying, nima yaxshi ko'rasiz? Hech narsa kerak emas desam ham, o'zicha bir narsa tayyorlab, o'zicha ko'nglimga qarashga harakat qilib, jiyanlarni ham oldinga olib chiqishga harakat qiladi. Shuning uchun mehr ikkala taraflama bo'lishi kerak. Bir taraf faqat mehr ko'rsatsa ham bo'lmaydi yoki bir taraf faqat zahar sotsa ham bo'lmaydi. Agar oilada tinchlikni xohlasa, ikkala taraf ham baravar harakat qilish kerak deb o'ylayman. Shu gapingizdan kelib chiqib, ekran orqali bizni ko'rib turgan ba'zi bir deylikda, ba'zi bir qaynopalarga shunday demoqchiman. Ba'zi bir qaynopalar, agar siz yaxshi bo'lsangiz, kelin albatta yaxshi bo'ladi. Keliningiz yaxshi bo'lishini xohlasangiz, albatta o'zingiz yaxshi bo'lishingiz kerak. Siz izzat qilsangiz, kelin albatta sizni hurmat qiladi. Ba'zi bir qaynopalar o'zlaridan qaynona ham yasab olishadi-da, yo'q, siz keliningizga yaqin bo'lishingiz, aytishganidek, mehribon bo'lishingiz kerak. Kelinga qanday munosabat qilsangiz, albatta o'shani aksini o'zingizda ko'rasiz. Shu sababdan ham keliningizga mehribon bo'lishingizni mana bu ekspertlarimizning fikridan kelib chiqib aytmoqchi edim. Gulnozaxon aytib o'tdilar, bu bor gap. Hammamiz mana oqila ayollarimiz, mahalla faollari ham tasdiqlashadi. Ba'zi bir holatlarda mana shunday keskin munosabatlar sabab, ya'ni qaynopa va kelinlarni bir-birini tushuna olmasligi sabab oilalarda tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar, hattoki o'sha ajrimlar ham kuzatilyapti. Ish tajribangiz davomida ko'rgandirsiz, bizda parda orti mehmonimiz ham bor. Birozdan so'ng ularga ham so'z beramiz. Ular ham aynan mana shu muammo bilan kelganlar. Marhamat. Albatta, bugungi ko'tarilgan mavzu ham juda ham dolzarb. Bilasizmi, mana menga advokat sifatida juda ham ko'pchilik ayol qizlarimiz murojaat qilishadi. Endi hozir yuqorida aytib o'tilgandek, mana ko'p ekspertlarimiz holatga to'g'ri baho berishdi. Endi biz holatga asosan huquqiy baho beramiz. Misol uchun qaynopalarni o'sha oilaga aralashuvi
Endi men praktikamda shunaqa holatlar bo'ldiki, qaynopa o'sha o'zini go'yoki ustun his qilib, kelinni o'sha huquqiy savodsizligidan yokida uni savodi yetgan taqdirda ham o'sha qaynopasiga, o'sha erini oila a'zolariga hurmati cheksizligidan uni andishasini soddalik sifatida yoki bo'lmasam bir uquvsizlik deb qabul qilib, buni oqibatida o'sha kelinlarni nomiga kredit olib tashlab, kreditlarni to'lamasdan kelin misol uchun ishlab yuribdi, oylik oladi. Oyligi to'g'ridan to'g'ri o'sha kreditni yopishga ketyapti-da. Mana bunaqa salbiy holatlar kelib chiqyapti. Bundan tashqari yana mana shu qaynopalarimiz tomonidan kelinlarga nisbatan nafaqat ma'naviy va ruhiy, bundan tashqari jismoniy tazyiq ham o'tkazilyapti. Ya'ni o'sha boy yuqorida aytib o'tganimdagi o'zini o'sha jazodan har doim chetda qolayotganidan, uni sodir etayotgan har bir ruhiy, jismoniy tazyiqlari birortasi javobgarlik keltirib chiqmayotganini ko'rib, bilib turib, aytmaydi-da endi battar yana kuchayib andisha ketyapti. qiladi. Kerak bo'lsa qo'rqishi ham mumkin. Mana shunday vaziyatlarda kelin haqqini talab qilish kerakmi, yo'qmi? Hali turmushiga ko'p yillar bo'lmagan, lekin tashqaridan qaraganimizda qanchalik to'g'ri haqqini talab qilish, ular bilan bellashish yoki nizolarga borish. Kelin qanday yo'l tutish kerak? Bilasizmi, inson avvalambor boshidan o'sha birinchi har bir joyga borganda o'zini hurmat qilish bilan bir qatorda o'zgalarni ham hurmat qilish kerak va shu bilan bir qatorda agar unga nisbatan sababsiz ravishda ruhiy yoki jismoniy tazyiq o'tkazilsa, bir kunlik yoki bir yillikmi, u muddati farqi yo'q. O'zini haq-huquqlarini joyida chiroyli hal qiladigan bo'lsa, o'sha aytaylik, uning uchun albatta yurist bo'lishi shart emas. Mana o'sha inson his qilyapti, unga nisbatan qanaqadir o'sha uni yangi tushib kelgan xonadoni uni xushlamadi yoki bo'lmasam unga nisbatan adolatsiz munosabatda bo'layapti. U ushbu adolatsizlikka chidashga majbur emas. O'sha zahotni o'zida to'g'ri unaqa sras to's-to'polon ko'tarib, men unaqa holatlarni nazarda tutmayapman. Birinchi avvalambor har doim mana yurisprudensiyada ham shunaqa holat borki, misol uchun sudga qadar kelishuvlar bo'ladi, mediatsiya deymiz. Endi buni o'tirib mediatsiya qilmagan taqdirda ham o'sha qaynopami, qaynonami kim bo'lishidan qat'iy nazar unga qilinayotgan munosabatni yoqmayotganligini yotig'i bilan chiroyli tushuntirish kerak avvalambor. Kechirasiz opajon, uzr, menga shu munosabatingiz yoqmayapti, siz adolatsizlik qilyapsiz deb men bilmadim, yana buni qanaqadir ramkaga solib chiroyli qilib yetkazib bilish kerak. Bizning xalqimizda bir gap bor-ku, yaxshi otga bir qamchi. Men o'ylaymanki, endi u qaynopalar ham naqadan quyushqondan chiqib ketmasa kerak bunaqa holatlarda. Agar o'sha ikkinchi marta va muntazam ravishda bu holat takrorlanadigan bo'lsa, uni o'sha avj olib ketmasdan, o'sha qaynopa, qaynona, kelinni o'rtasidagi parda ko'tarilib ketmasdan turib, joyida huquqiy javobgarlikni keltirib chiqarib, bartaraf etish kerak. Bilasizmi, har bir sodir etilgan o'sha huquqbuzarlik deymizmi yoki biror bir jinoyat deymizmi, uning har bir huquqbuzarligi va sodir etgan jinoyatning jazoga sazovorligini amalda isbotlab berish kerak. Mana jinoyatlar, huquqbuzarliklar jamiyatimizda nega avj olib ketadi? O'sha javobgarlikdan muntazam ravishda qochib qutulib qolganda yoki bo'lmasam qanaqadir yo'llar bilan o'sha jabrlanuvchining murojaat etmagani oqibatida va shu kabi holatlar ko'pligi uchun ham bizda qachonki pichoq borib suyakka qadalganda yoki bo'lmasam juda og'ir oqibatlar kelib chiqqanda, aytaylik, hattoki o'lim holatlarigacha kelib chiqqanini jamiyatimizda afsuski ko'rib turibmiz. Shu kabi og'ir salbiy oqibatlarni oldini olish uchun albatta joyida masalani huquqiy hal qilish kerak. Gulnozaxon, huquqshunos sifatida haq gapni gapiryapsiz, aytyapsiz, lekin bizda 99% oilada adashmasam, opa, ayniqsa kelinlar u qaynopani ustidan, qaynonani ustidan murojaat qilmaydi-da. Fojiamiz ham balki shundadir. Lekin andishani otini qo'rqoq qo'yadi keyin ba'zi oilalar. To'g'rimi? Mana siz ham tajribangizda ko'rayotgandirsiz. Opa, marhamat. Shu to'qshuvni boshida debochasida bir sahna ko'rinish deymizmi? Undagi aytilgan gaplar hayotiy ko'rinish. Hayotiy ko'rinish deymizmi? Unda aytilgan gaplar faqat yaxshilik bo'ldi, shirin so'z bo'ldi, yaxshi e'tibor bo'ldi, yaxshilik bilan boshlandi. Albatta, bizni mustaqil O'zbekistonimizni asosida ham 5 tali poydevorini eng birinchisini yurtboshimiz ham ta'lim va tarbiya deb bejiz aytmadilar. Mana shu barcha muammolarni yechimi ham, savollarga javob ham, ochilmagan eshiklarni kaliti ham ta'lim va tarbiya deb bilaman.
ta'lim sohasida uzoq yil ishlaganligim uchun ham mana shu aytilayotgan oiladagi muammolar, o'sha qaynona, qaynisingil, qaynopalarni orasidagi o'sha qaynotalarni roli dedik. Mana shularni barchasi yaxshilik bilan yechimini topadigan muammolar. Yaxshi gapdan naql bor, eskilarimiz bekorga shu gaplarni aytib qoldirmagan yosh avlodga. Barcha aytilgan naqllar o'z isbotini topsa, bu yechimlari albatta yechiladi. Oilada tinchlik bo'lsa, xotirjamlik bo'lsa, shirin suxan bo'lsa, albatta yaxshi bo'ladi. Lekin har xil holat borda Zamira. Mana psixologsiz, sizga ham keladi mana shunday masalalar bilan ayollar, oilalar. Bu nimaga, buning psixologik sabablari nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Marhamat. Psixologlik fikrlarimni, tahlillarimni tajribamdan kelib chiqib tushuntirib o'taman. Aslida oiladagi tinchlik kelinni tinch yashashi yoki qaynisingil, qaynopani bu oilaga xalaqit qilmasligi faqat bir kishiga bog'liq emas. Yo faqatgina kelin yaxshi bo'lsa, yoki faqat qaynopa yaxshi bo'lsa, faqat ona yaxshi bo'lsa bu oila tinch bo'ladi degani emas. O'rtada tarozi, balans bo'lishi kerak. Bunda eng asosiy rolda baribir men qandaydir ona deb hisoblayman. Chunki ko'p qizlar, ko'p qaynopalar, ko'p qaynisingillarni kelib keliniga tazyiq qilishi yoki qanaqadir bir psixologik tarafdan hujumchalari yoki qanaqadir ko'ra olmasligi, har xil gaplari bularni aslida ko'pida o'sha qizga mehr yetishmasligi turadi. O'sha qizga e'tibor yetishmasligi turadi. U yoki o'sha o'zini oilasi notinch, yashab turgan oilasi notinch, yoki yoshligidan unga yetarlicha mehr berilmagan va hattoki mana shu keliniga turli gaplarni gapirish orqali onasini qizg'anishi, otasini qizg'anishi, ukasini qizg'anish kabi qaysidir hislarini bildirmoqchi bo'ladi. Va shunaqa bo'lish kerakki, onada ya'ni qaynona hattoki mana shunaqa vaqtlarda qizini qaytara olishi kerak. Urishni bilish kerak, to'xtatishni bilish kerak, chegarani ko'rsatish kerak, ya'ni kelinga yomon gapirmasligini. Va faqatgina bitta tomon faqat kelinning tarafini olish yoki faqat qaynisingil, qaynopani tarafini olish emas. Ya'ni ikkala tomonni ham balansda ushlab berishda albatta bunda onani ham roli katta deb hisoblayman. Va qarangki, uchala tarafga bog'liq. Misol uchun bizda ham xuddi yuqorida aytib o'tgandek, yoshligimizdan o'qiganman, eshitganman, amma obrazi nafaqat kinolarda, xalq tilida ham, xalq ichida ham qanaqadir bir qo'rqinchli obraz. To'g'risi, notinchlik. Hatto men buni hatto oila a'zolarim ko'rsa eslashadi. Men jiyanlarim tug'ilganda aytganman. Meni amma deyishmasin, meni opa deyishsin. Men uchun amma qanaqadir obrazda bo'lgan. Va men aytganmanki, yaxshi meni opa deyishsin. Men opa bo'lishni xohlayman bularga debdi. Va albatta bizda juda ham yaxshi munosabat kelinlarimiz bilan, opa singillar hammamiz. Va bunda albatta onamni o'rinlari katta deb hisoblayman. Chunki bizga ular o'sha yetarlicha bizga ham e'tibor beradilar, bizga ham yaxshi gapiradilar, bizni ham eshitadilar. Va shu bilan birgalikda kelinlarni ham qizlaridek ko'radi. Va albatta kelinlar ham odobli, qizlar ham odobli, ona ham. Demoqchimanki, bu shunchaki bitta tarafdan bo'lmaydi. Bunda hammani o'zini roli bo'ladi. Hammani o'zini hissasi bo'ladi. Agar men qaynopa tinch bo'lib jim bo'lsa, kelin bundan suiiste'mol qilishi mumkin yoki kelinni soddaligidan boshqalar foydalanishi mumkin. Shu sababdan ham bu narsada asosan qaynopalarni shu holatida bu ularni deylik ruhiy travmalari yetishmagan mehrni balans qilmoqchi bo'ladi. Kelinlardan esa bunaqangi holat bo'lishi o'zi yoshligidan uyidan mehr ko'rmagan qizlar kelin bo'lib keldi, qaynana yoki oila a'zolari juda ham ko'ngliga qarab ketganda ham demak menga mumkin ekan deb suiiste'mol qilish ham boshlaydigan vaziyatlar bo'ladi. O'shaning uchun ham hammani o'zini me'yori bo'lishi kerak. Mana shu jarayonda adolatni ta'minlaydigan kelinni turmush o'rtog'i aralashsa, qayni opasi, ya'ni o'zini opasi, sen ayollarning ishiga aralashma deb uni chetlashtiradi. Bu qanchalik to'g'ri? Lekin bular aytgandek qaynonani aralashuvi yana ham menimcha o'sha muvozanatni ushlab turishga yaxshi. Kuyov bola aralashmagan. Aralashmasa yaxshiroq. Mani fikrimcha, endi agarda juda ham tazyiq qilsa, to'g'ri aralashsin. Mani fikrimcha, tajribali inson sifatida erkak birinchi kunidanoq bu uni ayoli ekanligini his qildira bilish kerak. Hurmati bilan, izzati bilan, qachonki shu yigit, shu kelgan ayolni, orqasidan kelgan kelinni o'sha opa singillari oldida hurmatsiz qilsa,
ular ham izn topadi o'ziga. Aynan ana shu opa singillari oldida uni hurmatini qilib tursa yigitlarimiz, unda ular ham aytadi, yo'q deydi, unga tegib bo'lmaydi deydi. Va ikkinchi fikringiz juda ham to'g'ri fikrni aytdingiz. Ya'ni bu yerda qaynonani roli beqiyos katta. Sabab mana shu qizlar kelib kelinga ta'ziya o'tkazganda ovozingni o'chir. Bu meni kelinim. Sen ketganingda meni kunimga yaraydigan, o'g'limga yarab turgan, o'g'limni ayoli, meni avlodimni davomchisini olib keladigan shu kelin deb uqtiradigan bo'lsa, unda qizlar ham kelib gapira olmaydi shu narsani. Va Zamira xonim juda chiroyli aytdilar. Haligi qiz bola o'zini o'sha borgan joyda tinib tinchimasa, qanaqadir mamta alamlari bo'lsa, nima uchun meni kelinim tinch o'tirish kerak ekan? Bu meni o'yimda. Men u yoqda bunaqa zavq, shuning uchun men doim kelinlarga aytaman deb, baraka topkurlar. Sizlar shundoq duo qilinglarki, qaynagachingiz, qayni singilaringiz sizdan da baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lib, uvali juvali bo'lib, qumtoshdek o'tirsin o'sha borgan joyida. Eri yaxshi bo'lsin, sizdan da yaxshi bo'lsin. Shunda u sizga kelib tegmaydi deyman-da. Mana shuning uchun ham duolarda ham bor deb ba'zi kelinlar aytadi, battar bo'lsin, qaytsin, qaytar dunyo bu. Mana shunaqa qarg'ishlar qiladi, qarg'amen. Agarda siz o'sha qaynagachingiz, qaynisingizdan qaytayotganini oldiniga qaynanangiz yoningiz bo'lib turuvdi. Endi qizida halidagi holatni ko'ravergan qaynana ham aynib qolishi mumkin. Qizim u yoqda yomon o'tiribdi, bu yayrab o'tiribdi degan gaplar boshlanishi mumkin de. Shuning uchun ham eng yaxshisi yaxshilik ekanda, yaxshi duolarda bo'lsak, yaxshi holatlarda bo'lsak, Xudo xolasa albatta hammasi yuzaga chiroyli bo'lib chiqadi. Men qo'shimcha hayron qolaman-da, Zamiraxon, hayron qolaman. Nimaga? Ba'zi bir qaynopalar o'zini alamini kelinidan olishi kerak. Ishi yurishmasa, hayoti yaxshi bo'lmasa, nimadadir alamzada bo'lsa, nima sababdan alamingizni keliningizdan olishingiz kerak. Ishga majbur bo'lgan inson o'sha vaqtda aynan kelin bo'ladi. Qo'lga oling, o'zingiz nazorat qiling. Nima kelin siz uchun javob beradigan, sizni yomon hayotingizni badalini to'lashga majbur bo'lgan insonmi? Kuchi yetmagan qaynopa jabrlanuvchi bo'ladi-da. Vaziyatlarda har doim bitta jabrdiyda bo'ladi. Ko'pincha kelinni odam ayollar qaynopa qaynisingillar shunaqa jabrdiyda bungan hamma narsa deyish mumkin deb qaraydi. Bu albatta noto'g'ri. Albatta shunaqa vaqtda ehtimol kelin ham sog'lom yo'l bilan chegarasini ko'rsatish kerak ham bo'ladi. Shunchaki hamma narsada kerak. To'ppa to'g'ri. Mana aytdilar Gulnozaxon, ko'rsatish kerak. Huquqiy savodxonlik bo'lishi shart. Lekin bizni katta foizdagi oilalarda kelinlar andisha qiladi. Va buni natijasida jabr ko'radi. Mana hozir parda ortida kelgan bir kelinimizni ham fikrlarini eshitsak, ularni masalalariga ham malakali mutaxassislardan yechim qidirsak, ismingizni o'zgartiramiz, xabaringiz bor, ko'rsatuvimiz an'anasi Sarvinoza. Keling sizga shunday ism qo'yaylik. Nima maqsadda keldingiz? Masalangizni aytishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Kelin bo'lib tushganimga 5 oy bo'ldi, hali ko'p bo'lmadi. Sizlarga murojaat qilishimning ham sababi shunda. Aynan meni oilamda qaynopam, yana qaynisinglim bor. Bizda o'sha kelin bo'lib tushganim ertasi kunidan boshlab qanaqadir tushunmovchiliklar, muammolar bo'lyapti. Har xil vaziyatda men harakat qilyapman ularning ko'nglini olishga, yaxshi gapirishga. Faqat nimagadir qaynopam uncha yoqtirmaydigandek ko'rinadilar meni. Sababi nimadaligini aniq bilmayman. Qanaqa ish qilsam ham, nima deb gapirsam ham, urishib, qattiq gapirib, hamma ishimni ayb topib, lekin hech qachon gap qaytarib tortishuvga bormaganman. To'g'ri, meni bilmasliklari mumkin, qanaqaligimni, ko'ngillarini olishga harakat qildim shuncha vaqt ichida. Lekin qo'limdan kelmayapti. Yana bir gap eshitib qoldim. Aynan qaynopam o'zlarining dugonalarini ukalariga olib bermoqchi bo'lgan ekanlar, yaqin o'rtoqlarini.
lekin xo'jayinim menga uylanganliklari uchunmi balkim bu sababi judayam ko'p harakat qildim 5 oy vaqt ichida ko'ngillarini olishga. Nima desalar xo'p deyman. Qancha xo'p degan sarim jahllari chiqadi. Misol uchun nimadir qildim, urishdilar, xo'p, uzr, boshqa qaytarilmaydi desam, yana ham jahllari chiqib ketadi va yana o'sha vaziyatni yana ham qo'zg'aydilar. Tushunarli. Turmush o'rtog'ingiz sizdan qaynopangizchalik e'tiroz bildirmaydimi? Yo'q, lekin qaynonam, qaynotam, turmush o'rtog'im bilan unaqa muammolar bo'lmaydi. Faqat aynan qaynopam, qaynisingillarim bilan bo'ladi. Ular oilalimi yo birga yashaysizlarmi? Oilali. Oilali. Ha. Birga yashashmaydi. Lekin o'sha kelib ketganda ham qarang, shuncha Ko'ngillarini olish uchun bizaniki uyga kelmoqchi bo'lsalar aytib qo'yaman. bo'lgan bo'lsa, endigina 5 oy bo'lgan. Bizda kelinimiz bilan teng to'ylari bo'lgan ekan. Lekin mana shu yerda aytib o'tmoqchiman man. Bu qizni fikrlashi boshqa. Xo'p, uzr so'zini ham boshqacha talqinda aytsa kimdir. Bizda yaqinda oilamizda men yaxshi qaynopa bo'lishimga qaramasdan shunaqangi vaziyat bo'ldi. Kelinimiz yosh kelin qilganimiz uchun ovqat qilishni bilmas ekan. Keyin opajon, men ovqat qila olmayman, deyapti katta kelinimizga. Men aytayapman, katta kelinga aytayapman, siz deyapman, kelinga o'rgating. Bir marta kuyib ketsin, 2 marta yonib ketsin, 3-marta sal qo'lini kuydirib yuborsin, bir marta yog'ni yondirib yuborsin, o'rgating. Siz buni katta kelindan o'rganing. Men vaziyatga o'sha yerda nimaga ovqat qilishni bilmaysiz? Onangiz tarbiya bermaganmi desam bo'ladi. Lekin men buni vaziyatga boshqacha yondashyapman. Xo'p bo'ladi opajon deyapti. Orada meni mazam yo'q, kelinimiz mastava qilib kelyapti. Hattoki mastavani guricha pishmagan. Lekin o'sha mastavani majburman kelinimizni ko'nglini olish uchun oxirigacha o'sha mastavani o'tirib ichdim. Nimaga shunaqa ham shirinmi sizni qo'lingiz? Qaysi duolarni so'radim ekan? Qo'li shirin kelinni bilar ekansiz-ku mana. Vaziyatni to'g'ri baholash kerak. Uzrni chiroyli so'rash kerak. O'sha yerda ha men o'rganmaganman deganda, ha bilmayman deganda boshqa vaziyat kelib chiqardi. Qanaqadir janjal kelib chiqardi. Agar bu qizda bo'lganda o'sha paytda xo'p uzrni boshqacha talqinda aytish mumkin. Nega hozir bu ayb buni o'zida demoqchisizda? Bu qizda o'zida emas, bu qizda fikrlashida. Agar bu qiz ozgina mehrini qozonishni xohlayaptilar. Ha, psixolog bilanmi yoki onalari bilanmi meni turmushim buzilgan, birinchi turmushim. Oilamga qaytib kelganman. Katta kelinimiz o'sha payt biz bilan yashardi. Bizda ham qanaqadir nizo kelib chiqishiga ozgina qolgan, lekin bu vaziyatni meni ukam bilan onam to'xtatib qolgan. Ana, chunki men ukalarimni yaxshi ko'rganim uchun kelinlarimni yaxshi ko'raman. Bitta kelin, begona qiz, bitta uyga kelib moslash olguncha ancha mashaqqat talab qiladi. Onasini sog'inib yig'laydi, dadasini. Men o'zim 3 kun bo'lganda kelin bo'lganimda dadamga boraman turib olganman. Meni onam bilan ukam juda ham kelinimiz taraf bo'lgani uchun, qizim sen aralashma opa, bu meni ayolim. Sizni hurmat qiladi. Siz ham aytgan. Shu gapni aytgan. Kelin bo'lgan paytda, 15 kunlik kelinlik paytda men ham ayolman. Menda ham qanaqadir bir xarakter bor-da, baribir. Men yaxshi qaynopa bo'lganim bilan. Lekin bitta meni yaxshi qaynopaligim uchun emas. Ukamni yaxshi turmush o'rtoqligi uchun, onamni mehribonligi uchun, vaziyatni olib chiqib ketishi uchun. Shuning uchun aytganman, qaysi duolaringizni so'ragansiz, bunaqa mehribon onamni bersam siz yig'laysizmi? Chunki bizning oilamiz nihoyatda onam bizning oilamizni tempini ushlab turadiki, mehribon bo'linglar, oqibatli bo'linglar, kelinlar bilan ham misol mahkam bo'linglar. Bu narsani ko'p takrorlagani uchun men bu qizga maslahat bergan bo'lardim. Hech qaysi ajrashgan ayol birdaniga baxtli bo'lib ketmaydi. Men ajrashishni butun O'zbekiston ayoliga maslahat bermayman. Oilada sabr degan narsa bor, duo degan narsa bor. Allohdan duo qilib qiz bolalik paytda hali turmush qilmagan qizlar Allohdan so'rash kerak. Men qiz bolalik paytimda shunaqa aytardimki, men turmushga chiqsam hayotim o'zgarmaydi. Mana shu bozorga chiqaman, biz bozorda savdo bilan shug'ullanamiz. Mana shu bozorga chiqaman, kelaman, boshqacha hayotim o'zgarmaydi, faqatgina boshqa uyda yashayman. Kelinimiz bilan 3 kun oldin, to'ydan oldin biz ko'rishib gaplashganimizda, opa, men shunaqa opam bo'lishni xohlaganman. Meni mehribon dadam bo'lishni juda ham xohlaganman. Men Allohdan so'raganman. Men onam menga aytganda, "Voy qizim, seni qanaqa qilib chiqarar ekanman?" Sa, "Oyijon, hali ko'rasiz. Meni shundog'imcha olib ketishadi. Hech narsa qilib bermaysiz, oyijon" deb qayta takrorlagan uchun
Allohdan to'g'ri so'ragan uchun o'zim qo'llarim bilan olib keldim bizga. Duoda gap katta. Bularda birinchidan hozir adaptatsion moslashish davri. 1 yildan kerak bo'lsa 3 yilgacha vaqt ketadi Shahlo opa. Shu sababdan ham bu yoqda bularni qaynopalariga munosabatlari biroz sovuqqonroq bo'lsa, ya'ni har qanaqa gaplarga e'tibor bermasinlar, hurmatini qilsinlar, yaxshi gaplashsinlar. Qilyapman qo'lda. deyapti-ku. Balkim men Madinani biroz fikriga qo'shilaman, rostdan ehtimol uzrlari kinoyalidir. Qanaqadir boshqacharoq ohangda aytar. Lekin gap bunda ham emas, uzr so'rashligida ham emas. Demoqchimanki, oila turmush o'rtoqlari yaxshi ko'rsa, qaynanalar yaxshi ko'rsa, agar ular bilan munosabatlari joyida bo'lsa, mana bular so'rab o'tdilar, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingiz yaxshimi deganlarda ha dedi. Demak, turmush o'rtoq bilan munosabat yaxshimi? Qolganlar bilan oilasini buza olmaydi. Shunchaki qaynopasini hurmatini qilib, e'tibor bermasinlar. Mayli, misol uchun hamma xarakter bu xarakterda. Misol uchun men shunaqa qaynopalarni bilaman. Ular xarakteri shunaqa, keladi, jahl qiladi, nimadirlar deydi, lekin kelin yaxshiroq munosabatda bo'lsa, shunchaki indamay ketishi mumkin. 5 oy juda kichkina muddat. Hali yillar kerak bo'ladi shu oilaga ko'nikib ketishi uchun. Savol bermoqchi edim. O'sha qaynisinilari oyisini, turmush o'rtog'ini munosabatlari qanaqa ekan? Qaynopangizni. Qaynopangizni. Qaynopam oilari bilan, ukalari bilan munosabatlari yaxshi. Keyin boyagi maslahatlariga ham javobim bor edi. Sizlar aytyapsizlarki, xo'p bilan uzrni farqi bor debsiz. Men ham katta bo'lib o'sganman. Oyimlar har doim o'rgatganlar, ertaga qanaqa vaziyatga tushasan, sen haqmisan, nohaqmisan, har doim uzr so'ragin. Kam bo'lmaysan deganlar. Meni uzrim hech qanaqa kesatiq yokida jahl ustida bo'lmaydi. Misol uchun bizankiga mehmon kelmoqchi bo'lsalar, oldindan telefon qilaman, xabarim bo'lsa-da, telefon qilib, nima ovqat yeysiz, nima tayyorlab qo'yay kelishingizga desam, yo shart emas, rahmat deb o'chirib qo'yadilar. Keyin kelganlaridan keyin o'sha kuni qilgan ovqatimizda nimaga bunaqa ovqat yeysizlar, nimaga bunaqa qilyapti kelin? Ovqatni mazasidan ayb topmaydilar. Umumiy nima bunaqa ovqat qildingiz, boshqa ovqat qilsangiz bo'lmasmidi deydilar. Lekin o'sha kuni o'z telefon qilib so'ragan bo'laman. Hech qachon kesatiq ma'nosida xo'p yoki uzr demaganman. Har doim haqmanmi, nohaqmanmi, to'g'ri ma'noda xo'p opajon qaytarilmaydi boshqa deb aytaman. Sarvinoz, o'zingiz harakatni ko'proq qiling, ko'proq. Endi 5 oy bo'libdi. Singlim yaxshi yashash uchun ko'p kurashish kerak. O'shalarga shirin gapiring, yaxshi gapiring, hayotingiz yaxshi bo'lib ketadi. Sarvinoz. Yana menga qanchalik xo'jayinim yoki oyijon yaxshi gapirsalar, o'shancha jahllar chiqadi, uni sezaman. Lekin shunaqa xarakter, shunaqa holatda bo'lganlar bilan hech qachon yomon ko'rmaganman ularni. Har doim yaxshi munosabatda javob qaytarganman. Balkim qizg'anayotgandirlar, balkim meni bilmayotgandirlar xarakterimni, qanaqa qizligimni, men ularga ko'rsatay deb harakat qilyapman, faqat yo'lini topolmayapman. Aynan nima qilsam ularni ko'nglini olsam bo'ladi. Mayli, men fikr bildirsam shu yoqda. Bilasizlar, boydan beri hamma yana kelinni aybdor qilyapti, sezdinglarmi? Nimaga bizda har doim kelin necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar 16 yoshli qizni uzatsak-ku, u oilasida tinch emasa, o'sha 16 yoshli kelin aybdor, chunki uni aybi kelin bo'lgani. Bu qizimiz ham yoshligi ko'rinib turibdi. Ha, tetik gapirar ekanlar. Balki ora-orada Madina aytganlaridagi chaq bo'ladigan odatlari bordir. Uzr so'rayman deb o'ylab qattiqroq gapiravergan joylari bordir. Lekin bular yosh. Oilaga eng yosh begona joydan kelgan qiz va shu qizni chiqishtirmayotgan, balki umumiy tilni topa olmayotgan qaynapa haqida munosabat ketyapti. Nimaga hozir hammamiz kattalar bu yerda yig'ilib yosh qizga tosh otyapmiz? Balki haqiqatdan ham muammo qaynapadadir. Sabr so'rayapmiz, sabr qilish. Sabr qil, tilni topa olmayapsan degan gap bor. Bizlar har doim hamma muammolar aslida negizi shunda. Har doim kelin aybdor, har doim kelin yomon, kelin ilojini qilmayapti. Sabr qilish kerak. Lekin bu Kelinga maslahatingiz nima sizni hozir? Albatta 3-shaxs bor. Bu kelin qaynopani o'rtasida 3-shaxs bor. Bular aytayaptiki, meni qaynopam o'rtog'ini kelin qilmoqchi bo'lgan. Bu qizni fikrini sani batlashish. Sani qaynopang o'rtog'ini olib bermoqchi bo'lgan, o'shuning uchun sani chiqishtirmaydi. Bu qizni batta qaynopani tarafini olish emas. Bu qizni psixologически miyasida zarba bor. Turmush o'rtog'ini qizg'anadi. Как будто qaynopasini yaxshi gapirgan gapi, men buni aybdor qilmayapman. Shunchaki bu qizga tushuntirmoqchiman. O'sha fikrda olib tashlab turib qaynopasini misol uchun hammani gapirish ohangi har xil, hammani xarakteri har xil. Balki qaynopasining yaxshi gaplarini ham o'sha erini qizg'anayotganligi sababli. Aynan mana
shu yomon munosabat tufayli ham ko'rmayaptimikin? ko'plab ayollarimizni oxiri suitsidgacha boryapti. San kelinsan, san ayolsan, chida, hammani ko'nglini top. Lekin asl muammoni hech kim qiziqib o'rganmaydi. Albatta, asl muammo bu yerga o'ylayman uchun hozir shaxs mahalla faollarimi kimdir, kattaroq bir odam, oiladan tashqari bo'lgan bir odam aralashishi kerak menimcha va shunchaki ularni suhbat qildirish kerak. Kim nima xohlayapti? Nimaga qaynapa haftada 2 martalab kelyapti bu yerga? Nima xohlayapti bu oilaga aralashishdan? Maqsadi nima? Ochiq oydin gaplashib olish shu narsani. Men deyarli har kuni Mahalladan boraman. qaynona aralashsa-chi? Qaynona aralashsa albatta o'zini qizini yoniga oladi. Yo'q, ayolli qaynonalar kelini tarafini ham oladi. Yo'q. Qarang, fikrimni aytib o'taydi. Bularning kelinni yana hozir turmushining ilk oylarida, hali endi 5 oy bo'ldi. Bularning ko'zlari shu oiladagi xato kamchiliklarni topishda bo'ladi, diqqatlari. Chunki bu oilani o'zini oilasi bilan solishtiraveradi. Hamma narsa, bular hozir bizga bitta dona vaziyatlarni aytdilar. Agar bular bilan yaqindan suhbat qilinsa, hozir boshqa vaziyatlar ham kelib chiqadi. Ya'niki bularni ham diqqati, fokusi hamma muammoni ko'rishga harakat qilib turibdilar. Shuning uchun ham men aytib o'tdimki, ozgina e'tiborsiz bo'lish kerak, ozgina sovuqqonroq bo'lish kerak. Qaynopasiga shunchaki ularning xarakteri shunaqa qabul qilib turish kerak bo'ldi. Endi shu o'rinda haqli savol tug'iladi deb mumkinmi? Sarvinozga savol bermoqchi edim. Sarvinoz, aytingchi, mana hozir siz yuqorida og'zaki gap so'zlaringizdan eshitdik. Siz bilan qaynopingiz o'rtasida biroz sizni fikringizcha qanaqadir salbiy munosabat shakllangan. Biroq qanaqa oqibat kelib chiqdi? Ya'ni sizga nisbatan biror bir tan jarohati yetkazdimi yoki bo'lmasam oxir oqibat qaynonangiz, eringiz sizga nisbatan haqoratomuz gaplar gapirib, sizga nisbatan qo'l ko'tarib yoki bo'lmasam qaynopingizni o'zlari sizga tan jarohatlar yetkazdimi? Endi huquqshunoslikda shunaqa tushuncha borki, oqibat kelib chiqishi bu o'sha ma'lum bir o'sha huquqshunoslikdagi misol uchun aytaylik jinoyat kodeksi yoki bo'lmasam boshqa o'sha yurisprudensiyadagi kodekslarning dispozitsiyasini tashkil etadi-da. Oddiyroq qilib xalq tilida tushuntiradigan bo'lsam, mana siz hozir aytayotgan holatga huquqiy baho berib bo'lmaydi. Nima demoqchiman bu bilan? Sizga nisbatan ushbu siz salbiy oqibat deb tasavvur qilayotgan holat bo'yicha sizga nisbatan aniq biror bir tan jarohati yoki bo'lmasam haqorat islatildimi? Qaynopingiz yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ingiz yoki qaynonangiz sizni sha'ningiz, qadr qimmatingizni kamsitdimi? Sizga nisbatan so'kish eshitdingizmi yoki bo'lmasam sizni urdimi? Ushbu holatlardan qaysi biri vujudga keldi? Qaynopam bilan unaqa urushlar, qanaqadir tan jarohatlar bo'lgani yo'q, faqatgina shu o'zimga jirkib, qanaqadir boshqacha muomala qiladilar. Bo'ldi, tushunarli. Demak, psixologimizning gaplari 100% to'g'ri. Bu sizni tasavvuringiz. Men tarozini ikki pallasini ham doim bir xil ushlashga harakat qilaman va holatga o'sha nima deydi, obyektiv yondashishga, xolisona yondashishga harakat qilaman. Kelinni ham qaynopa yoki boshqani yonina olmoqchi emasman. Yurist sifatida agar shu masala bilan advokat oldiga yordam so'rab kelganlarida biz bu holatga huquqiy baho bera olmaymiz, sababi hech qanaqa oqibat kelib chiqmagan. Yuqorida aytib o'tgandek, ishlatilmagan bo'lsa, bularga nisbatan biror bir yoki nima oilasi bilan ajrashib ketdimi, bu bularni o'sha ongi tafakkuridagi noto'g'ri shakllangan tasavvurlar. Mana hozir bu qizimiz Madinaxonam aytdilar, siz o'sha qaynopingiz qachonlardir kimnidir kelin qilaman degani uchun shunaqa. Endi qarang, mana yurisprudensiyada bizada hujjatlar gapiradida, odamning gap so'zidan ko'ra shaxsan men ko'zim bilan ko'rgan va aniq faktlarga ishonaman. Endi bu dedi qaynopam akasida kimnidir olib bermoqchi bo'lgan ekan degan fikr bilan butun umr o'zingizni qiynab yashab o'tishingizga nima hojat? Bu balki oddiy mishmishdir. Siz qayerdan bilasiz? Oddiy biror bir g'arazgo'y kimsalarni, sizlarni oilalarni o'sha ko'rinmas bir anaqalar bilan bizishga qaratilgan holatdir. Siz avvalambor o'sha o'zingizni isloh etib, o'zingizni fikrlaringizga teran munosabat bildiring. Holatga obyektiv, xolisona yondashishga harakat qiling. Agar sizni eringiz yo qaynonangiz yaxshi ko'rmaganlarda kelin qilishmas edi. Eng muhimi turmush o'rtog'i ularni yaxshi ko'rar ekan. Albatta shuni To'g'ri aytasiz. Yana bitta gapim bor edi. Men dugonalarni olib berishlarini kecha yaqinda eshitdim. Bu 5 oy oldin eshitmaganman. 5 oydagi voqealar bo'lib o'tibdi. Men kecha yaqinda eshitib, demayman, qanaqadir yo'l tutishim kerakki, ularning ko'nglini olishga deb murojaat qilyapman. Bu narsani men yaqinda xabar topdim. Bitta maslahat bersam, juda chiroyli maslahat meni nazarimda. Bu meni kelinimning taktikasi edi. Masalan,
qaynagachi qaynasingil qaynagachi kelishiga chiroyli dasturxonlarni tuzardi, hammasi joyida. Kiradi, choynakda choy damlaydi, opajon yaxshi o'tiribsizmi, yaxshi keldingizmi, jiyanlarim yaxshimi deb so'rashadi va sekingina chiqib ketib, uni bolachalari bilan, hali bosh chochini o'rib qo'ygan, biror marta suhbatga aralashib o'tirmagan. Biz shuncha chaqirsak ham, keling, o'tiring, yo'q, bemalol, opajonning o'zlarining gaplari bordir. Qanaqadir stalkovаться qilishga, hali to'qnashishga yo'l qo'ymasdi-da. Kelinlik vazifasi shu endi. Mana shu joyda siz 5 oyda hali adaptatsiya, shu oilaga o'rganish bor. Qancha ko'p qaynagachingiz oldida ko'ziga ko'p ko'rinsangiz, balki shuncha ko'p xatoliklar qidirar. Shuning uchun ham siz o'zingiz vazifalaringizni juda go'zal qilib bajarib va boshqa uy yumushlari bilan band bo'lganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin 5 oyda shuncha didini ko'tarish ham bu ham noto'g'ri. Mana masalan aytaylik, o'sha sizga jarohat yetkazmabdi. Endi qalb jarohati deyish mumkin. Qalbingizga bunaqa gaplarni yaqin olmang. Bu sizga chiroyli bir maslahat sifatida siz maslahat eshitgani keldingiz. Mana shularni balkim hayotingizga tatbiq qilib ko'rsangiz, hammasi chiroyli ketadi. Sizning vazifangiz turmush o'rtog'ingiz, uyingizdagi qaynona qaynota, mana shular asosan. To'g'ri. Qaynagachilaringiz bir haftada 2 marta kelar ekan. O'sha 2 martaga chiroyli bir tayyorgarlik ko'rasiz. Tamom. Mana shu narsalarni hali hayot tajribasiga ega bo'lib turib ko'rgan narsamizni aytamiz. Eshitdingiz, Sarvinoz? Ancha o'zingizga xulosa oldingiz. Gapiravering. Bu qizimni hozir oilasida mana oshcha janjali yo'q ekan o'zi hisob. Bitta qaynagachingiz kelgan ketganida yaxshi kutib, chiroyli xo'p biladi bilan qizim. Menda 4 ta kelin bor. 3tasi o'zimniki, bittasi navara kelin. Menda ham qizlar bor, kelishadi, chiroyli qilib kutib olishadi. Amma jonim qizim kelgan kuni bayram bo'lib ketadi. O'shanga siz ham qizim shu chiqarib tashlang miyangizdan bu narsani. Uylantirmoqchi bo'lgan ekan, olib bermoqchi bo'lgan. Bu narsa yo'q narsa. Tushunarli, opa. Siz keldingizmi? Mana shu uyda kelinmisiz? Bo'ldi, marra sizniki. Bu yog'iga bosing, yaxshi. Chiroyli qilib boring hayotda. Demak, bugungi bildirilgan fikrlar hammasi menimcha ishtirokchimiz ham tegishli xulosalarni chiqaradi. Xulosa chiqardingiz. To'g'ri fikrlar bildirildi, to'g'ri tavsiyalar berildi. Xulosa chiqardilar. Mana jim bo'lib qolganlardan ham ma'lum. Teletomoshabinlar, bizni ko'rib turgan ayrim qaynopalar, kelinlar ham o'z o'rnida bugun bildirilgan fikrlardan, mulohazalardan, hayotiy tajribalardan o'zlariga xulosa chiqargan bo'lsalar, demak biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Agarda sizni oilangizda ham yechimini kutayotgan masalalar bo'lsa, bemalol ko'rsatuvimiz nomiga murojaat qilishingiz mumkin. Biz mana shunday malakali ekspertlar yordamida sizni masalangizga ham yechim izlashga va topishga albatta harakat qilamiz. Shuning bilan bugungi dasturimiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha xayr.